Nodir yangi kelgan mashina ekan mana bu. Mana bu o'zimizniki mana bu. Xitoy ishlatayotgan mashinamiz. Lekin mana buni rosa maqtashyapti, asalari tez tortar ekan. Buni ko'rolman, cho'ta mana bu sifatliroq. Mana bunga qaraganda. Bu o'zimiz ishlatayotgan, yashlarimizga qo'yayotgan mashinamiz. Mana bu yangichasi ekan mana. Keyin men bilan asal olish uchun pichoq mana. Nodir. Avval narsani aytdim-da, men bu asalari yashigini romlari qotib qoladi-yu, men bunda surganni tortib. Mana bunaqa narsa olishimiz kerak deb. Keyin mana mashina yopishtirganim mana bunaqa. Mashina yopishtirganim mana bunaqa apparatlar bor ekan mana. Mana bunaqa kattalari ham bor ekan mana. Mashina yopishtirgan. Mana gulchanga yig'adigan pilcha nabor. Mana bu yangi rom detallar. Mana yangilari. Bizga Po'latda 200 ta berganlar. Mana yangilar. Mana mashinani olib qo'yib ko'rishimiz kerak ekan, ishlatib ko'rishimiz kerak ekan mana. Farqini bilardik shunda. Mana bunaqa apparat ham bor ekan, buni siqib turib, romni siqib turib, arini qoqib tushiradigan bor. Buni siqadi-da, buni qoqsa ari to'kiladigan. Keyin mana bu ham asalarlarni romdan bunday sipirib olgani 60 ming so'm ekan mana. Mana bu yangi mashina bilan mana bu Xitoy mashinasining ancha farqi bor ekan, lekin haqiqatdan mana bu juda sifatli ekan, lekin Nodir mashinani ishlatib ko'rishimiz kerak.